Hop, 11-12 test. Demak, birinchi savol. Quyidagi sonlar o'sish tartibida joylashtirilsa, 3-o'rinda qaysi son turadi? O'sish tartibida joylashtirish degan nima degan edi? Kichkinadan kattaga qarab borishimiz kerak edi. Kichkinamiz bu yerda 1254, undan keyingi kichkinamiz 2198, uchinchi kichkina 2222. To'g'ri javob C javob bo'lishi kerak. Ikkinchi savol. Hop, Ali Baladan 7 yosh katta, Nodir Nozimdan 2 yosh kichik. Alidan esa 8 yosh kichik. Quyidagilardan kimning yoshi eng katta? Eng kattasiniki Alida. Buni ishlashim keragi yo'q. Uchinchi savol. Sardorning $120 puli bor. Birinchi kuni u pullarining choragiga oyoq kiyim sotib oldi. $120 pulni choragi nima degan edi? 4ga bo'ladigan bo'lsak 30. $120 puldan $30 ga oyoq kiyim sotib olgan bo'lsa, bizga qancha pul qoldi? Ha, demak $120 dan $30 bersak $90 pulimiz qoldi bizda. Xo'p, davomini o'qiyman. Ikkinchi kuni qolgan puliga $40 ga shim. $90 dan $40 ga shim sotib olsa, bizda $50 pul qoladi. Ana endi va $9 paypoqdan puli yetgunicha, $50 pulimiz bor, puli yetgunicha $9 dan paypoq sotib oladi. Ha, 5 ta sotib oladi. Demak, $45 puli bo'ladi. $5 ortib qoladi. Bizda Sardor nechta paypoq sotib olgan deyapti. 5 dona paypoq sotib olgan. Bejo. 4-savol. Quyida berilgan algoritm sxemadan foydalanib, A o'rniga 62 qo'yganmiz. 62. Qarang bo'ldi. Demak, mana to'g'ri kelyapti. 24 plus turibdi, ko'ryapsizlar? 24 plus degani javobini qo'shing. 62 24 ga qo'shing deyapti. Necha bo'ladi? 86 mi? 86 deyapti. Mana shunaqa narsa to'g'rimi? Mana. Keyingi beriladigan narsa shunaqa narsa ekan. Shunaqa narsa to'g'rimi? Ha, 86 84 dan kattami? Ha ga boramizmi, yo'qqa boramiz? Ha ga boramiz. Ha ga qarab ketyapmiz. Ana endi o'sha 86 degan narsamiz mana shunaqa ekan. Hami yo'qmi? Ha, 100 katta 100 katta. Demak, mana bu tomonga qarab ketar ekan. Keyingisi ayrilgan 16 turibdi. 86 16 ni aytsak 72. Xo'p, ana endi B ni qiymati 70. 70 degan javob A javobdir. A javobdir. Xo'p, 5-savol. Mana shu yerga sig'adi 5-savol. Demak, quyidagi tengsizlikni qanoatlantiruvchi A ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar yig'indisi. Demak, 6230 23 6200 A 7 6256. Xo'p, ana endi qarang. Mana bu yerga bir qo'shib to'g'ri keladimi? 6217 mana bundan kattami? Yo'q. 2 qo'shsak to'g'ri keladimi? 6227 mana bundan kattami? Kattami yo'qmi? 6220 6227 da. Katta. Demak 3 qo'shsak to'g'ri keladimi? Mana bundan kichkina lekin. 3 qo'shsak to'g'ri keladimi? 6237. 6247. 6200 50 mana bu kichkina bo'lib qoladi. Demak, 2 3 4. Ana shu 2 3 4 ni nimasini toping deyapti? Yig'indisini toping demak. Demak, 9 degan javobimiz chiqadi. 9 degan javob A javob. Xo'p, keyingisi 6-savol. 6-savolga nima deyapti? Nechta natural n sonlar uchun tengsizlik to'g'ri bo'ladi deb qo'yibdi. Mana shunaqa narsalar ishlagan edik bolalar bir paytlari. 7 ko'paytirilgan n prezil. Xo'p, biz nima qilishimiz kerak ekan qarang. 55 5 7 ko'paytirilgan n. N o'rniga nima qo'ysak bo'ladi? Birinchi 7 qo'yib ko'ring, 7 ga 9 bo'lib qoladi. Bundan kichkina bo'lib qoladi. Demak 8 qo'yamiz. 7 ga 8 56 bundan kattami? Ha. Mana bu yerga 9 qo'ysak bo'ladimi? Ha. 10 qo'ysak ham bo'ladi, 11 qo'ysak ham bo'ladi, 12, 13, 14 va hokazo nechacha qo'yish mumkin? 21 gacha qo'yishimiz mumkin. 21 ni 7 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? 147. Agar 22 qo'yaveradigan bo'lsak, 152 tur bo'lsa kerak adashmasam. Demak,
Endi 8, 9, 10. Bizdan nima so'ralyapti? Nechta son qo'yishimiz? To'g'ri bo'ladi. Xo'p, 8 dan 21 gacha nechta son bor? 13ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sanab chiqamizmi? 21dan 8 dan emas, bir qo'shib qo'yishimiz kerak. 14. D javob. Yettinchi savol. Xo'p, 6 ta bir xil kitobning narxi 143 dollar. Arzon. 143 dollardan arzon va 12 ta kitobning narxi 250 dollardan qimmat. Quyida berilgan javoblardan qaysi biri kitob narxi bo'la olmaydi? Qarang, sizga berilgan javoblar bor-ku. Ana shu javoblarni 6 ga ko'paytirasiz. Birinchi marta 6 ga ko'paytirasiz. Agar 143 dollardan arzon, o'sha javobni 12 ga ko'paytirganingiz 250 dollardan qimmat chiqadigan bo'lsa, u javob bo'la olmaydi. Nima uchun? Chunki bizga bo'la olmaydiganini toping deyapman. Tushundingizmi? Ana shunday bo'la olmaydigan, to'g'ri kelmaydiganini topishingiz kerak. Qaysi birini to'g'ri kelmaydi? Qarashmasam 20 bo'lsa kerak. Mana bu 8 o'tib ketadi. Bosora bo'lgani uchun yozmayman. 4 nafar bola yugurish musobaqasida qatnashdi. Jadvalda ularning marraga qancha vaqtda kelgani ko'rsatilgan. 3-o'rinda kelgan o'quvchini aniqlang deb qo'yibdi. Og'abek 12 minut 23 sekund. 12 minutimiz necha sekund bo'ladi? 720 bo'ladimi? 720 ga 23 qo'shadigan bo'lsak 743. 743 soniya vaqt sarflabdi. Jasur esa 729 soniya vaqt sarflabdi. Muhammadjon esa 695 sekund vaqt sarflabdi. Shahruzbek esa 11 minut 54 sekund. Nima degani? 11 minutimiz 660 sekund degan 660 714. Xo'p, bolalar. Vaqtni kamroq sarflagani birinchi kelgan bo'ladi, vaqtni ko'proq sarflagani birinchi kelgan bo'ladi. Kamroq sarflagani birinchi kelgan bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda kim kelyapti? Bekor aytamiz. Muhammadjon kelyapti. Ikkinchi o'rinda kim kelyapti? Shahruz kelyapti. Uchinchi o'rinda Jasur kelyapti. To'rtinchi o'rinda bizdan nima so'rayapti? Uchinchi o'rin nima? Uchinchi o'rinda Jasur. To'g'ri javob B. 9-savol. Xo'p, quyida rasm katakchalariga tengsizliklar to'g'ri bo'ladigan qilib 10, 9, 8, 7, 6, 6 sonlar yozilgan. A + B - C ning qiymatini toping. Katakcha bor ekan. Hozir ko'ramiz necha bo'lishini. Katak. Bizda muhokama qilma. Ko'ring, ishlatmang-ku. Qarab tur, qani? 7 bo'ladi, 6 bo'ladi, 7 bo'ladi, 6 bo'ladi. Mana. Demak, ana endi A + B - C ning qiymatini toping. Bizda qanaqalar bor ekan? 10, 9, 8, 7, 6, 6. Mana. Siz bitta 6 o'ynay 5 bo'ladi. 5 qilib ishlasak ham javob chiqadi, faqat 6 ni o'zini ishlasak ham javob chiqsa kerak. Uning uchun qarang. Uning uchun mana bu yerga olib qo'yishimiz kerak, mana bu yerga olib qo'yishimiz kerak edi. To'g'ri. Ikki tomonda olib qo'yishimiz kerak. Eng kichkinasi qarang. Eng kichkinasi mana bundan ham shunday turibdi mana. Bu tomondan ham kichkina, bu tomondan ham kichkina. Xuddi shunday narsa bu tomonda ham. Bu tomonda ham kichkina, bu tomondan ham kichkina. Xo'p, ana endi qo'l joylashib chiqamiz. Mana bu yerga 9, mana bu yerga 8. Bu yoq 10 bo'ladimi? 10 bo'laydi. Eng kattasi 10 ku. Keyin mana bu yerdan 9, mana bu yerga 8, mana bu yerga 7. Demak, A o'rniga 6, B o'rniga 9, C o'rniga 8. Bizlar masalan buni bilmaymiz. 6 ga 9 ni qo'shsak 15, 15 dan 8 ayiradigan bo'lsak 7. 6 ni 5 qilib ishlaymiz. Mana buni 5 qilib qarang. Mana bu yerda o'rnida, mana bunday qilib 5 qilib qolsa ham mana bu yerda o'rni to'g'ri bo'lib qolaveradi. Mana bu yerga 5 qo'yib qo'yish. Xo'p, kelasi savol nima?
Xo'p, demak 10. 10-savol. Sotuvchi do'kondagi 25 ta bir xil o'yinchoqlarga narx qo'yish kerak. Sotuvchi bu o'yinchoqlarni $263 ko'p, $300 kam pulga sotmoqchi. Sotuvchi quyida berilgan javoblardagi narxlardan qaysi birini o'yinchoqlarga narx qilib qo'ya oladi? Qo'ya oladiganini topishimiz kerak ekan. Demak, bizga bu masalamizda javoblardan foydalanish eng qulay yo'l A variantda 7, B variantda 14, C variantda 11, D variantda 12 turibdi. Demak, 25 qaysi birini 25 ga ko'paytirsak, mana 25 ga ko'paytirsak, bu chiqadigan javobi bu 263 dan kattaroq, 300 dan kamroq javob chiqadi. Demak, 25 ni 7 ga ko'paytiravering, 140 235, 175 mi? 175 degan narsamiz bolalar, 263 dan katta, 300 dan kichkinami? Yo'q. Xo'p, 14 bilan 25 ko'paytiravering. 250, 100, 300 bo'ladimi? 350. 250, 250 ga yana 100 ni qo'shish kerak, 300 bo'ladi. Ana 350 ga 100 ni qo'sh 350. Ha, 350 ga. Mana 350. Bizda 300 dan kichkinaroq javob chiqishi kerak. Xo'p, mana buni ko'paytiraman. Xo'p, 250 ga 25 qo'shing. 275. Demak, 275. 250 260 dan katta, 300 dan mayda, to'g'ri javob sizda. Bu javobni qo'ysak 300 bo'ladi. Ha, 300 o'ziga teng bo'lib qoladi. 11. Sonlar o'qida berilgan A nuqta avval 4 birlik o'ngga, keyin 7 birlik chapga. 5 nuqtadan 4 birlik o'ng tomonga ketishimiz kerak. Qaysi nuqtaga borib tushamiz? 9 nuqtaga borib tushamiz. Keyin 7 birlik orqaga qaytishimiz kerak. 2. Buni 7 ni ayirasiz deganida 2. Demak 2 nuqtaga borib tushaylik. Rejo. 12-savol. Mayli, farq yo'q. 12-savol. Bizda aytyapti, N nuqta A va B nuqtalarining o'rtasida joylashgan. Agar A nuqtaning koordinatasi 39 mana. M nuqta ikkita nuqta bor ekan. O, malades. M nuqta A va B nuqtalarining o'rtasida M nuqta bor ekan. Agar A nuqtaning koordinatasi 39, A nuqtaning 39, B nuqtaniki 17. Ana shuni o'rnini almashtirib qo'yishimiz kerak ekan. Mana buni 17 qilaman, mana buni 39 qilaman, mana buni A deyman, mana buni B deyman. Ana endi to'g'ri bo'ldi? 17 bo'lsa M nuqtaning koordinatasi. Xo'p, bizga M nuqta o'rtasidagi sonni qanday topamiz bolalar? 17 ga 39 ni qo'shib, 2 ga bo'lib qo'shishimiz kerak. Necha? 28. Demak, 28 ga ularning o'rtadagi koordinatasi. A javob. 13. X nuqta M va N nuqtalar o'rtasida joylashgan. Demak, mana bu M bo'lsa, mana bu N bo'lsa, mana bu yerda X nuqta joylashgan. O'rtasida joylashgan. Agar X nuqtaning koordinatasi 46, mana bu yer 46 bo'lsa, M nuqtaning koordinatasi 70. Bundan kattaroq bo'lishi kerak, 70. Shuning uchun mana buni N qilaman, mana buni M qilaman. Mana bu 70 bo'ladi. M nuqtaning koordinatasi 70 bo'lsa, N nuqtaning koordinatasini toping. Mana buni toping deyapti. Qarang bolalar. Bizga aytyapti. Yana nima deb bermagan? X. Bo'ldi, chiqdi javob. Demak, mana bunga mana buni qo'shib, N harfiga 70 ni qo'shib 2 ga bo'lsangiz 46 chiqishi kerak. Buni topishni nima qilamiz? 46 ni 2 ko'paytirib 70 ta ayiramiz. Mana 46 ni 2 ga ko'paytirib 70 ni ayirib tashlashimiz kerak. 46 ni 2 ga ko'paytirsak 92, 92 dan 70 ta ayirsak necha bo'ladi? 22. Ustoz, nima qilishadi? Buni 70 dan 46 ni ayirdim, 24 chiqdi. 46 dan 24 ni ayirdim, 22 chiqdi. Siz voya o'sanda qilibsiz. Xo'p. Demak, 13, 14-savol. 14. Quyida berilgan sonlarning nechtasi yuzlar xonasigacha yaqinlanganimizda 1600 bo'ladi. Demak, 1612 ni yuzlar xonasigacha yaqinlab oling, 1600 bo'ladimi? Ha.
Ha. Keyingisi 1655 yuzlar xonasigacha haqida oling. Bundan oldingi son 5 bo'lgani uchun bir qo'shamiz. Bugun bu 1700 bo'lib qoladi. Bu esa xato. Keyingisi 1650. 1650 ga xuddi shunaqa 1700 deyishimiz mumkin. Bu ham xato. 1569 yuzlar xonasigacha haqidamiz. To'g'ri. 1544 1500 bo'lib qoladi. Xato. 1550 To'g'ri. Bundan oldingisi 5 va yoki undan yuqori bo'lsa qo'shib olamiz. Demak, 1, 2, 3 tasida javob beramiz. To'g'ri javob D javob. 15-savol. Quyida berilgan sonlarning nechtasi o'nlar xonasigacha yaqinlaganimizda son 3 ga ortadi? Ya'ni 143 ni o'nlar xonasigacha yaqinlasangiz necha bo'ladi? Necha bo'ladi? 1140. 3 ga ortdimi? Yo'q, 3 ga kamayib qoldi. Bizga 3 ga ortish kerak. 3 ga ortadi. Qarang, 157 ni yaqinlayapsiz. 160 ga ortdi. Vallahi demak, oxiri 7 lik bo'lsa bu qaysi sondan oxiri 7? 157, 9877, 9877. Demak, yo'q, ikkita topishni o'rasiz. Ikkita berilgan bu. Ajob topish. Chunki ikkita 9877 yozib qo'ydi. Nechtasida deyapti. Necha xilda deyotgan, yo'q, nechtasida. Nechta degani uchun ikkita o'rasiz. Xo'p, 16. 9158 sonini yuzlar xonasigacha yaqinlaganimizda son qanday o'zgaradi? 9158 yuzlar xonasigacha haqida oling. Yuzlargacha. Necha bo'ladi? 9200. Mana yuzlar xonasidan oldingisiga qaraymiz. 5 va undan yuqori bo'lsa, bir qo'shib olamiz. 9200 bo'ldi. Ha, 9200, 9200. Nima qilamiz? Ayramiz 9158. Necha bo'ladi? 42 degan javobimiz bormi? Qara. Nechinchi savol edi? 16. 42 ga ortadi. To'g'ri javob D. E'tibor bering, bo'ldi 42 ga ortyapti bu. 9200 gadan ortyapti. Yana 42 ga kamayadi degan javob bo'lsa, A varianti 42 ga kamayadi desa, davomini o'qimasdan turib 42 degan javob berib ketib qolmang. 17. Xo'p, 3695 sonini o'nlar xonasigacha yaqinlaganimizda son qanday o'zgaradi? O'nlar xonasigacha yaqinlaganimizda beshkak ortadimi, kamayadimi? Ortadi. E'tibor bering. Oltin 3700 bo'ladi. Xo'p, 3700 degan sonimiz 3695. Nima bo'ldi? Ortdimi, kamaydi? Ortdi. Demak, mana qarang, A javobda ortadi turibdi, B javobda xuddi o'shandan kamayadi. E'tibor berasiz. A javob bo'laydi. Xo'p, 17 ta bu. 18 quyida berilgan sonlarning nechtasi yuzlar xonasigacha yaqinlaganimizda ortadi? Demak, birinchi sonimiz bu og'zaki ishlaymiz. Birinchi sonimiz 1245 ortadimi, kamayadimi? 1200 deyishimiz mumkin buni. Kamaygan. 2312 ni ham kamayadi. 1458 ortadi. 9642 kamayadi. 4518 kamayadi. 13699 ortadi. Demak, nechtasi bo'ldi? Ikkitasi. To'g'ri javob D javob bo'ladi. Yaqinlash to'g'ri bo'lishi uchun so'roq o'rnida 7 hafta 7 kun hafta kunlarini qanday yaqinlardik bolalar? 7 ni 28 kun. 7 ni 2 bo'lamiz, 3,5 chiqadi. 3,5 dan katta bo'lsa bir qo'shib olaveramiz. Demak, 4 3,5 dan kattami? Ha, demak nima qilamiz? 1 ni qo'shib olamiz, 8 hafta. To'g'ri javob C. Qandaydir son yuzlar xonasigacha yaqinlaganda 43 ga ortadi. Shunga ko'rinish sonlarning oxirgi raqamini toping. 43 ni ayirib qo'yamiz, 57 oxirgi raqam 7. To'g'ri, 7 bo'lishi kerak. B javob bo'ladi. 7 bo'lishi. Xo'p, yaxshi, 21-savol. O'chib tashlaymiz.
Xo'p, 21-savol. 21. Quyida ABCD nuqtalarining sonlari o'qidagi joylashuvlari ko'rsatilgan. Berilgan ma'lumotlardan foydalanib ABCD nuqtalarining koordinatalari o'ndan pastgacha yaxlitlang va o'nlarning yig'indisini, ularning yig'indisini toping. Ani yaxlitlay olamizmi? Yo'q. Yo'q, yaxlit olmaymiz. Bir yaxlitlaymiz. Beni o'ndan pastgacha yaxlitlasak 20 gami yoki 10 ga? Qaysi biriga yaqinroq? 20 ga yaqinroq. Demak, bir yaxlitlasak 20 bo'ladi. Sen yaxlitla olsa 30. Der yaxlitlasak 50. Xo'p, ana endi biz nima qilamiz? Mana shularning hammasini qo'shishimiz kerak. 20 30. 50 100 degan javobimiz bormi? To'g'ri javob ber. 22-savol. Nodir doskaga 14 ta raqamni quyidagilardek bir qatorga yozdi. Shundan so'ng Nodir barcha raqamlarni harflar bilan almashtirib chiqdi. Bunda bir xil raqamlarni bir xil harflar bilan, turli raqamlarni esa turli harflar bilan almashtirdi. Matematika qo'y. Qarab turing, tekshirib turing, qayerdadir xato yozib olishim mumkin bo'ldi. I K A X O S Yana xato yozdim. Matematika. To'g'ri yozdik. Qo'sh. Ustoz qayerga bo'ladi? Ikkalasi qo'sh. Ha? Bittasi tomonga qarang, bittasi tomonga qarang. Bu bunaqasi. Xo'p, demak, ana shunday joylashtirib chiqishimiz kerak. Nodir doskaga 14 ta raqamni quyidagi bir 14 ta raqam deyapti, son emas bu. Raqam. Raqam bilan son farqi bor. Ha. 0 dan 9gacha. 0 dan 9gacha yozib chiqishimiz kerak. 14 ta. Ana endi u holda hikmat ko'rinishidagi sonli raqamlar yig'indisi. Demak, mana shuni to'ldirib chiqar ekanmiz. Shu yerda hikmatni topa olar ekanmiz-da, ularni nima qilar ekanmiz? Qo'shib chiqishimiz kerak ekan. Eng kattasi X bo'ladi. Eng kattasi X bo'lsa, eng katta raqamimiz 9. Undan keyingisi 8 7 6 5 4 3 2 5. Ustoz A 5 bo'ladi. 5. M. Yo'q. M. Nima bo'ladi? Endi toping. Tek. A. Xato git. 9 8 7 6 5 4 3 2 bir katta bo'lib qoladi. Men 0 bo'lmaydimi? Mega 0 bo'ladi. Lekin ustoz men 0 bo'ladi. Shoshmang chiqadi. Xo'p, demak, mana bu 9 bo'ldi, bu 8, bu 7, bu 6, bu 5. Aha, bu yerda 5. Bu yoqda 5 bo'lgan, bu yoqda ham 5 qilib oladigan bo'lsak, mana bu tomon nimadir bo'ladi? M ni 0 deydigan bo'lsak, bu tomoni ham 0 bo'lib qoladi. T harfimiz nima bo'lib qoladi? 1 bo'ladi. Y 1 bo'lsa, mana buni 2 desak, keyin mana bu 0, mana bu 2 bo'ladi. To'g'ri. To'g'ri keldi, yaxshilab qarang. Ha. Hammasiga to'g'ri keldimi? 5 dan 0, 5 0 dan katta, 5 1 dan ham katta, lekin 0 bundan katta, to'g'ri? 5 va 2 0, to'g'rimi? Ana endi hikmat topishimiz kerak. Qarang lekin. Hikmat H harfimiz 9, I harfimiz 3, K harfimiz 4, M harfimiz 0, A harfimiz 5, T harfimiz 2 23. Qo'shganda 23 degan javobimiz bormi? Ha, S javob. Rasmda berilgan sonlar o'qida x, y kesma qirqib olindi. Va soat yo'nalishi bo'yicha doira atrofi o'raldi. Doira ko'rsatilgan kabi teng 6 bo'lakka bo'lingan.
agar doiraning uzunligi 108 birlik bo'lsa, n nuqtaning koordinatasini quyidagi berilgan javoblardan qaysi bir bo'la oladi? Bola mana bu yerda x y shartida x y 108 ga teng deb oling deyapti-da, faqat mana bu yerda pastdagi rasmda x y 162 ga teng deb qo'yibdi. Qarang, ikkalasi uchun ham ishlab ko'ramiz, qaysi birda javob bo'lsa o'sha javobni olamiz. 108 da ishlaganimizda to'g'ri javob chiqadi, 162 da ishlaganimizda to'g'ri javob chiqadi. Ko'ramiz. 23. Demak, mana birinchi 162 ni ishlab ko'raman. Mana bu yer x, mana bu yer n, mana bu yer y, mana bu yer 162 deyapti mana. Mana. Xo'p, ana endi keyingisi yoy shaklda hozir xuddi shu simda mana. Mana bu yer y, mana bu yer n, mana bu yer esa x. Xo'p, ana endi ko'p gapiryapsan-da. Pisay. Ana endi xuddi shu narsa mana 6 bo'lakka bo'linadi. Xo'p, mana 6 bo'lakka bo'lindi. Mana bu yer x, mana bu yer y, mana bu yer n nuqta bo'lib tushdi deb aytyapti. Qarang, bu yerda nima bo'lyapti? Mana bu simda bolalar. Mana sim. Ana shu simimiz birinchi holati mana bu mana. Mana bu yerda x, mana bu o'rtada n, mana bu chekkada y turibdi. Keyin ana shu simimiz mana bunday holatga keltirildi. Mana bunday holatga keltirildi. Mana. Yoy holatiga. Yoy holatda mana bu ko'rinish kelib qoldi. Keyin xuddi o'sha simimizni mana bunday qilib qo'ydi. Birlashtirdi. Mana. Birlashtirdi, aylana shakliga keltirdi. Mana. Tushundingizmi? Xo'p, ana endi 6 teng bo'lakka bo'lindi bolalar. 162 degan narsamiz 6 teng bo'lakka bo'lindi. Mana bu yerdan topamiz. 6 ga bo'lamiz. Nima qilamiz? 6 ga bo'lamiz. 162 shart 6 ga bo'ladi. Necha bo'ladi? 27. Har biriga 27 dan 4 keladi? Ha. 27. Demak, har biriga bolalar 27 dan to'g'ri keladigan bo'lsa, bizga nima so'ralyapti? Savol nima so'ralyapti? Ne nuqtaning koordinatasi bo'yicha berilgan. Nuqtaning koordinatasi. Demak bolalar, mana bu 27. Mana bu yerni, ya'ni mana bu qismni toping. Mana bu 162 bo'lsa, mana bu yer necha bo'ladi? O'shanda 27 ga kamroq bo'lish kerakmi? Ayiramiz. To'g'rimi? N nuqta deyapti. N nuqta mana. X y bo'ladigan bo'lsa, yo'q. Qarang. Y ta ikkita kelmi? Mana qarang. Mana bu x, mana bunday yo'q, bunaqasiga emas. X va y noto'g'ri qo'yganman, mana javob. Yonma-yon. So'zlash soldi bonus. Bizamiz ketdi. N nuqtani shunday joylashtirib chiqdi. Xullas 162 dan 27 ayrilyapti. Shu yerda qanaydir noto'g'ri qo'yib o'rganda harflarni o'zi noto'g'ri qo'yib o'rgan. 162 dan 27 dan ayriladigan bo'lsa necha bo'ladi? 100 yo'q, 135 mi? 135 degan javobimiz yo'q. Mana 108 ni ishlab ko'raylik-da. 108 chiqsa 108 ni qilib ishlaydigan bo'lsak, 108 ni shartda 6 ga bo'lib oling. 6 ga bo'lsa 108 ni shartda 6 ga bo'lamiz. Necha bo'ladi? 18. 108 dan endi 18 ayirib tashlang. 90 degan javobimiz bormi? Bor. Demak shartga qarab ishlaymiz. 90 degan javobimiz B javobi chiqadi. Bonus dedim-ku, siz B. Gap. Boshqa Xo'p, 24-savol. Ana shuni chizishim kerak-da bolalar. Yigirma beshta o'zlari ishlaysizlar. Amalga o'xshaydi. Boya ishlayaptimi? Ha, yo'q. Mana shular. Xo'p, demak, sonlar o'qida qarang. A1, A2, A3 va hokazo A10 gacha boryapti ekan. Berilgan.
Bunda A1, A2, A3, A9 nuqtalar mos ravishda, qarang. Jim o'tir. Mos ravishda A2, A3, A4, A10 kesmalarning o'rtalari, ya'ni nima demoqchi qarang. Mana bu yerda A joylashgan bo'lsa, keyin mana bu yerda A1 joylashgan bo'ladi. Mana bu yerda A2 joylashgan bo'ladi. A3 qarang bo'ldi, qayerda joylashadi? A3 mana bu yerda joylashadi. A4 mana bu yerda joylashadi. Nima uchun unaqa bo'lib ketyapti bo'ldi? Uni bu yerda ham sal bundaroqda joylashadi. Mana bu yerda joylashadi. Nima uchun unaqa bo'lyapti? Qarang. Bizga aytyapti A1, A2, A3, A10 gacha deyapti. Mos ravishda kesmalarning o'rtalari, ya'ni nima demoqchi qarang. Mana bu bilan mana bu o'rtasi A1. A bilan A3 ning o'rtasi A2 bo'lishi kerak. Mana bu ikkasining o'rtasida A2 joylashishi kerak. A4 bilan A ning o'rtasida nima joylashishi kerak? A3 joylashishi kerak. Tushundingizmi? Ya'ni qarang. Mana bu x bo'ladigan bo'lsa, mana bu 2x bo'ladi. Bo'ldi. Mana bu yerdan mana bu masofa mana bundan 2 marta katta bo'ladi. 4x. Demak, mana bu yerdan mana bu yergacha 4x. Endi qarang. Mana bungacha oralig'idagi masofa mana bundan 2 marta katta bo'ladi. 8x. Demak, mana buncha masofani 8x. Ko'rasizmi, o'zi A4 gacha 8x. Shunday qilib to'g'ri ekansiz. Ana endi bizga aytyapti. Kesmalarning o'rtalari agar deyapti A4 va A6 144 kesmasi A4 bilan A6 144 bo'lsa, A4 gacha necha x? 8x. A6 gacha necha x bo'ladi? 8. Qarang. A5 gacha mana buni 2 ga ko'paytirganimizga teng bo'ladi. 16x bo'ladi. 32 bo'ladi. A6 gacha 32x. A7 gacha necha x bo'ladi? 64x. Xo'p. A8 A9 226. A10 gacha 512x bo'ladi. Xo'p, ana endi biz hozir x ni qiymatini topishimiz kerak. X qiymatini qarayda bo'lmi? A4 necha x edi? 8x mi? A6 necha x edi? Ikkalasiga qo'shib birinchi qirqtirib yozib qo'yamiz. A6 necha x edi? 32 dan 8 dan ayirib birinchi 44 ta. 32x. Nima uchun ayrilyapti bolalar? Qarang. Orasidagi masofa. Mana bu yer A4 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer A6 bo'ladigan bo'lsa, ikkalasini birlashmasi mana bu yer bo'ladi. Buni topishimiz uchun, mana bu yerni topishimiz uchun nima qilamiz? Ayiramiz. Demak, bundan buni ayirib mana bu yerga chiqadi. Ana shuni uzunligi 144 deyapti. Demak, A6 biz nimaydi? 32x, 32x ni 8x saysak 24x imiz o'zi 144 bo'ladigan bo'lsa, x imiz qiymati necha bo'ladi? 6 bo'ladi. X imiz qiymati 6 bo'ladimi? X imiz qiymati 6 bo'lsa, bizga nima so'ralyapti? A dan A10 gacha bo'lgan kesma, ya'ni 512x so'rayapti. 512x nima degani? 512 ko'paytirilgan x imizning qiymati 6. Ko'paytirib oling, necha chiqadi? 3172. Shunaqami? Qaysi? A bor. Tugadi. Tushunarli? Kimda tushunmovchilik bor? Bo'ldimi?